27-yanvar shanba kuni O'zbekiston chegarachilari davlat hududiga noqonuniy kirgan Qirg'iziston fuqarosiga qarshi qurol ishlatishdi. Jalolobod viloyati Olabuqa tumani Ajik qishlog'i fuqarosi A.U. kichik shoxli chorva molini o'tlatib yurgan vaqtda O'zbekiston chegarasi hududiga o'tgan. O'zbekiston chegara xizmati vakilining bergan xabariga ko'ra, qirg'izistonlik fuqaro chegarachilar naryadi tomonidan aniqlangan va qo'lga olish vaqtida O'zbekiston hududidan Qirg'iziston tomonga qochgan. Vakil qirg'izistonlik fuqaro chegarachilarining baqirishi va ogohlantirishlariga e'tibor bermagani, kunning qorong'u vaqti bo'lgani va chegarachilar uni qaysi davlat fuqarosi ekanligini aniqlay olmaganliklari uchun qurol ishlatishlariga to'g'ri kelganligini bildirdi. Natijada Qirg'iziston fuqarosi chap oyog'idan yaralangan. Qirg'izistonlik qo'lga olingach, Namangan viloyatining Cho'st tuman shifoxonasiga yetkazilgan va ayni vaqtda uning ahvoli ijobiy baholanmoqda. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati vakillari tezda o'zaro muzokaralar olib borishgan. Muzokaralar natijasiga ko'ra ikkala tomon o'z tergov ishlarini boshlaydi. Fuqaro tergov tugagach va sog'ayib ketgach, Qirg'iziston tomoniga topshiriladi. Chegara xizmati vakillari uning yaqinlarini bemorni yo'qlashlari uchun imkoniyat yaratilishiga kelishishgan. Bunday holat qayta takrorlanmasligi uchun chegara xizmati vakillari chegara hududi yaqinida yashovchi aholi bilan tushuntirish ishlari olib borishadi.